Suhrob, qalaysan? Haligi ishlarni hal qildim. Biletni bugunga oldim. Keyingi reys bir necha kundan keyin ekan. Men uncha kuta olmayman. Varshavaga bir necha soatdan keyin uchib ketaman. Bo'pti, nima kerak bo'lsa internetda yozarsan. Bo'pti. Mashina o'z-o'zidan portlab yonib ketishi mumkinmi? Bu o'sha mashinani texnik holatiga bog'liq. Odatda mashinaga gaz balon o'rnatilgan bo'lsa, uni portlab ketish xavfi yuqori bo'ladi. Farruh akam yaqindagina mashinasiga gaz balon o'rnatib olgandi. Singlim, endi bu mashina temir bo'lsa, qaysidir qismi ishdan chiqqan bo'lsa, haydovchi uni bilmay boshqarsa, har narsa bo'lishi mumkin. Bilasizmi, mashinani o'z-o'zidan portlab ketishiga shubham bor mening. Bo'lishi mumkin. Buning uchun avtomobilni yaxshilab tekshirib ko'rishimiz kerak. Tekshirtirdik. Portlash gaz balon tufayli yuz bergan deyishdi. Lekin men bunga ishonmayapman. Ana aytdim-ku, singlim. Odamlar arzon deb o'zlariga o'zlari muammo orttirib olishadi. Gaz balon o'rnatgandan keyin ba'zi bir qoidalarga rioya qilish kerak. Agar unga rioya qilmasa, ehtiyot bo'lmasa, portlash yuz berishi mumkin. Men baribir bunga ishonmayman. Xo'p, rahmat sizga. Xo'p, sog' bo'ling. Jamshid. Qator yerdingmi? Assalomu alaykum, Chilonzor. Alo. O'zingcha qochib ketmoqchimisan? Tushunmadim. Kimsan? Ha, birpasda unutdingmi? Eslatib qo'yaymi? Maynavorchilikni yashtir. Ha, jahling chiqib ketdimi? Lekin o'sha jahlingni bosib turishingga to'g'ri keladi. Muhlating tugadi. Ey, muhlatingga tupurdim. Tinch qo'y meni. O'zingni bosib tashqariga chiqib bir narsani ko'r. Keyin gaplashamiz. Lola opa, Labbay? ishingizni qilavering. Men o'zim qarayman. Ha, xo'p.
Alo. Ha? Videoni ko'rishga ulgurdingmi? Singlimni nima qilding? Meni hazillashdi deb o'ylaganmiding? Agar o'sha kitobni topib bermasang, otangni orqasidan hamma jigarlaringni bitta-bitta yo'q qilaman. Birinchi bo'lib ko'rganing singling Samiradan boshlayman. Menga qara. Agar singlimga biror narsa bo'lsa, Agar men aytgan narsalarni topsang, hech narsa bo'lmaydi. Lekin jahlimni chiqarsang, masalan, ichki ishlarga xabar qilsang, oqibati yomon bo'ladi. Agar birortaga og'zingdan gullasang, singlingni qaytib ko'rmaysan. Xayr, ertagacha. Maftunaxon, vaqtli ishdan qaytdingizmi? Assalomu alaykum, Kenay. Va alaykum Yo'q, assalom. bitta ikkita hujjatlar qolgan ekan, olgani kelgandim. Mayli, Maftuna, yaxshi borib keling. Xo'p, yaxshi o'tiringlar. Kenay, ro'zg'orga ishlatarsiz. Akam bilmay qo'ya qolsinlar. Voy, yo'q-e, singlim. Akangiz bilib qolsalar qattiq xafa bo'ladilar. Bilmaydilar, Kenay. Tejab ishlatyapman, o'zimni pulim deysiz. Jiyanlarimga bu narsa olib berarsiz. Oling, Kenay. Rahmat, Maftuna. Umringizdan baraka toping. Mayli, Kenay, yaxshi o'tiringlar. Xo'p, yaxshi boring. Tinchlikmi, bolam? Xomush ko'rinasan. otam esimga tushib ketdilar. Meni ham xayolimdan hech kim ketmayaptilar. Tashqarida narsalaringni yig'ib qo'yibsan. Bugun ketasanmi, bolam? Esiz. Otangni butun umri bag'ishlangan kompaniyasini shunaqa osonlikcha tashlab ketasan deb o'ylamagandim. Yo'q, oyijon. Men qolaman. Rostdanmi?